Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bir qo'ra, mana ikki bosh tish yorishga yaqinlashgan qo'chqorlarimiz. Qo'zi tish yorishga yaqinlashgan, eshakka yaqinlashgan. Mana ikki bosh. Manzillarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, O'qituvchilar qishlog'idan. To'pon qilaverasizlar qadrli obunachilar. Bir joyga bo'lsa 3,5 million so'mdan ketaveradi. Yeb ichishlari ham zo'r, xudo xolasa. Bo'yboslari 75-80 gacha. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bag'i Toshkentgacha ketaveradi. 3,5 milliondan bir joyga bo'lsa. Yeb ichishlariga bir hafta bemalol sinab olaverasizlar. Ishlari ham yaxshi, xudo xolasa. To'pon qilaverasizlar, mana shunaqa qo'y. Qurbonlikka baqqani qo'ya olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Yaqinlarga, birodarlarga jo'natib qo'ysizlar. Qurbonlikka tayyor bo'ladi, xudo xolasa.